Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga o'zimizni popdan, Yangioboddan Hoji otam ketdilar. Xo'p, shikoyatlaringiz qayda otam ko'proq? Ko'proq mana shu yelkalar og'riydi, bosh og'riydi, oyoqlar og'riydi, tizalar. Bo'ldi Hoji ota, hozir ko'ramiz. Ixlos qilib videolarda ko'ribdilar. Ularga yetib berdik. Yaxshi, bu otamiz oldilar muolaja, navbat bulardiki inshaalloh. Bo'ldi, hozir ko'ramiz, tashxisni qo'yib muolajani boshlaymiz. Zinebarda cho'lmada qasqarab terada ularning deriga tortib olaylik. Zinebarda boyidi bilmaydi. Hajamga qachqara yo'lni Xo'p, qadrdonlar, mana Komiljon Hoji otamiz ham muolajalarini ko'rdilaring. Qani, o'zingiz his qilyapsiz? Yaxshimi? Rahmat. Ancha yengillashib qolmaydi. Sekin o'tirib turingchi. Yashang. Yashang. Yurib beringchi. Oyoqlar ham kamaydi. Kamaydimi? Qizilyapti. Qiziyaptimi? Ha, ana. Sekin holatingiz yaxshi tomonga o'zgaraveradi. Komiljon aka. Salomat bo'ling. Alloh shifo bersin. Rahmat. Sizlarga ham qulay yengil bo'lsin. Mana shu xalqimizga xizmat qilaveringlar. Yashang. Uzoq bo'lsin. Salomat. Yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Yangi yillar yaxshi o'tkazib oling. Hoji otaning. Hoji ota, siz ham sog'ayib keting. Yaxshi bo'ling. Alloh taolo kasb-qoringiz barakatli kuch bo'lsin, shularni